Bilasizmi? Shunday odamlar bor. Ular quyoshga o'xshaydi. Hamma joyni yorita oladi. Hammaga mehr bera oladi. Hammaga iliqlik ulashadi. Ular bilan yoqimli va yengil, energiyasi boshqacha bunday odamlar. Va buni his qilasiz, zavqlanasiz. Faqat bir haqiqat bor. Bunday odamlar o'z energiyasi bilan boshqalarni zaryadlasa, o'zi ham bir kuni o'chib qolishi mumkin. Quyosh bulutlar orasiga kirib ketgandek, inson energiyasi doimiy bir xil tempda, yuqori holatda bo'lmaydi. Agar siz o'sha quyosh bo'lsangiz, o'z vaqtida to'xtashni, o'z vaqtida kuchni to'plashni, resursga to'lishni o'rganishingiz kerak. Shunchaki men majburman degan fikrni olib tashlang. Siz bitta odamga majbursiz. U ham bo'lsa o'zingiz. Avval o'zingizni eshiting, o'zingizni to'ldiring, o'z istaklaringiz, xohishlaringizga quloq soling. Majburlikdan emas, har qanday ishni mehr bilan qilish nihoyatda muhim.